3 ta millioneri bitta o'stiribga tashlab ketishadi va o'tda o'stiribdan chiqish uchun bitta kema keladi. Aytadi, "Ham men 1 million dollardan bersalaring, masalani olib ketaman" deydi. O'tda amerikanец, o'ris, o'zbek bo'lgan bo'ladi. Amerikanец aqlli bo'ladi. Sraz aytadi, 1 million dollar berdim, men chiqdim kemaga deydi. Ikkinchisi o'ris ham ozgina shustroq bo'ladi, aytadi. Nima variantimiz bor 1 million dollar bermasak deydi. O'tda aytadi, birinchisi deydi, bir qop tuz beraman, o'tirib yeb bo'lsang, keyin olib ketamiz deydi. Ikkinchi variantimiz 10 ta qoravoy tushadi, men aytgan vaqtgacha seni uradi, chidab bera olsang olib ketamiz deydi. Bo'ldi, o'ris menga kerak emas ekan, men chiqdim deydi. O'zbek keladi, bo'ldi deydi, olib ket tuzingni deydi. Eng shustrisi o'zbek bo'ladi. Tuzni oladi, yeydi, o'sha og'izlari yeyolmaydigan darajaga kelib qoladi. Bo'ldi, qoravoylarni chaqirdi. Qoravoylar keladi, o'tdan uradi, bo'tdan uradi, mazasi qochib qoladi, to'xtalaring deydi. Tuzni olib kel deydi. Tuzni yana yeydi, o'sha og'izlari qonab ketadi, keyin tuzni ham to'xtadi deydi. Qoravoylarni chaqir deydi. Qoravoylar keladi, yana uradi, to'xtalaring deydi, o'ldirib qo'yasanlar hozir meni deydi. Bo'ldi, men ham roziman, 1 million dollar beraman deydi. Xuddi shunaqa shaxsiy brendda ham bizda klientlarimiz bor. Tuz bilan qoravoylardan o'tib, keyin bizga keladigan. Ya'ni bu qanaqa? O'zi qilib ko'radi, prosmotr uchun ishlab ko'radi, arzonchi bolalar bilan ishlab ko'radi, bir nimalar qilib ko'radi. Ya'ni bu itogi rezultat olmaydi. Aylanib kelib turib, rostdan pulini bersam, unga yarasha normalniy pul topar ekanman deb, oxiri bizga o'xshagan mutaxassislarning yoniga keladi. Va buni quruq gaplar, quruq primerlar bilan emas, real misollar bilan bugungi videoda hamma klientlarimizning yoniga borib, nima raqamda rezultat ko'rsatdik, qancha sotuv bo'ldi va nimalar qilib berganimizni o'zi bilan gaplashib, ko'rsatib tushuntirib beramiz. Birinchi klientimizning yoniga keldik. Bu Aziz aka. Ikkita loyiha ham, Aziz aka bittasida Sherry va bittasi o'zlarining loyihalari, UDevs qo'shimchasiga Deliver. Aziz aka ham aytgan misolimdagi o'sha qoravoylar bilan tuzdan o'tganlar. Qalay bo'lgan endi o'sha paytdagi hayotda? Qoravoylarmi? Endi menimcha bu opit bo'lgan, ishlab ko'rganmiz har xil komandalar bilan. Biz ne только O'zbekiston komandalari, balki международный, ya'ni ukrainskiy kompaniyalar bilan ishlab ko'rganmiz. Rezultatlarimiz yaxshi bo'lganda dal ishlayotgan bo'lardik. Afsuski biz kutganimizdek bo'lmagan. Bu hech qanaqa xursand bo'lib aytadigan jarayon emas. O'zimizdan o'tganini o'zimiz bilganmiz. Hozir kunga kelib Xudoga shukr, davolniymiz. Biz siz bilan ikkita proyekt ishlaymiz. Birinchisi shu Az UDevs proyekti, ya'ni o'zimizning IT outsource kompaniya proyekti. Ikkinchisi bu Deliver. Boshda men endi eksperimentalni boshlaganman, to'g'risi. Siz bilan shu Balida tanishib qoldik, adashmasam. O'sha yerda endi o'ylab qaror qilib, boshqa variantlar orasida tanlab boshlaganmiz. Xudoga shukr, yomon bo'lmayapmiz, kam bo'lmayapmiz. Keyin men sheriylarimga ham aytganman, birinchi men o'zim qilib ko'ray. Agar rostdan biz mana shunday rezultat qiladigan bo'lsak, keyin o'ylab ko'rsak bo'ladi, o'sha produkt sotish bo'yicha, ya'ni Deliver kompaniyasi ham o'ylab ko'rsak bo'ladi deb. Taxminan menimcha 3 oy 4 oy ishlaganimizdan keyin o'sha o'zim taklif berib aytganman, ularga metrikalarni, rezultatlarni ko'rsatganman. Ular ham rozi bo'lishgan va hozirgi kunda mana ishlayapmiz. Deliver o'zida qancha oxirgi ma'lumotlarga qaraganda oyiga 60-70 milliondan oshiq sotuvlar qilyapmiz. Bu aynan SaaS platforma uchun, podpiskali platforma uchun va bunaqa qilinayotgan rasxodga, bunaqa olinayotgan rezultat bo'yicha o'lchaydigan bo'lsak, bu juda ham katta rezultat deb o'ylayman. Va rahmat kattakon, xursandmiz. O'sha yangiliklardan to что Deliver anaqa investitsiyalar. Buni endi eksklyuziv bo'lib ketadi. Hali hech qayerda aytmadik o'zimiz. Taxminan shu 15 million dollar atrofida biz kapitalizatsiya ko'tardik. Ya'ni investitsiya olganimiz taxminan 1 million dollar atrofida biz investitsiya oldik. Zo'r. UDevs o'zida raqamlarda ham rezultatlarni aytsangiz, to что birinchi zaпрос xohlagan sales bo'lishini, sotuv bo'lishini. Menga podpishkang ham kerak emas, prosmotring ham, videoing ham kerak emas, sotuv qilib bersalaring bo'ldi. To'ppa-to'g'ri, xuddi shunaqa. Men birinchi siz bilan do'g'ri qilayotganda o'zim aytganmanki, ya'ni menga umuman qanaqa kontent qilamiz, nima qilamiz, qancha podpishk, qancha prosmotr bo'ladi, umuman qizig'i yo'q. Bizda bitta dona metrika bor va hozir kungacha mana shu metrika bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni bu bizani qilayotgan oylik sotuvlarimiz. Ya'ni oyiga biz misol uchun nech pul berishimizdan qat'iy nazar, bundan bir necha barobar ko'proq sotuv qilayotgan bo'lsak, bizga o'zi aslida qizig'i ham yo'q. Oyiga nech pulga bizga rasxod tushyapti. Imminda misol uchun marketing kompaniyalari bilan ishlash. Bizga eng muhimi o'zimizning qilayotgan sotuvimiz. Ya'ni aynan mana shu qilayotgan ishlarimizdan, yoqayotgan targetlarimiz orqali bizga kelayotgan sotuvlarni o'lchaymiz va mana shu tushib ketmaydigan bo'lsa, biz har doim davolnik bo'lamiz. Endi men boshqalar uchun ham aytgan bo'lardimki, aynan mana shu yo'lni tutishgani eng oson metrika hisoblanadi. Sababi men ko'pchilik bilan gaplashganman, so'raganman, yoki misol uchun marketing agensiyalardan nima qilib berasiz so'rasa, 15 ta reels qilib beraman, 30 ta qilib beraman, 20 ta qilib beraman. Nima qilibdi? 1000 ta qilmaysanmi? Bir dona sotmasam nima keraging bor deb so'raganimda, ular menga aytishganki, yo'q, men faqat reelsga javob beraman deb aytishgan. Aynan bu kompaniya sotuvga oriented bo'lgani uchun, ya'ni asosiy metrikasi sotuv bo'lgani uchun hamgina biz sizlar bilan ishlaymiz.
ham Udevs bo'lib turib, ham Deliver kompaniyasi biz sizlarni tanlaganmiz va tanlovimiz menimcha noto'g'ri bo'lmagan. Zo'r. Rozimisiz West protsessdan? Rahmat kattakon. Yaxshi ham siz borsiz. Zo'r. Umumiyda raqamlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, Aziz aka bilan 8 oy ishladik, 30 mingtadan oshiq auditoriya yig'dik va 1 million dollarga yaqin sotuv qildik. Deliver'da 4 oydan beri ishlayapmiz. 15 mingtaga yaqin auditoriya Instagram akkauntlarida va undan tashqari har oy 60-70 millionlik sotuvlar bo'lyapti va qo'shimcha yangiliklardan aytganlaridek kapitalizatsiya 15 million hisoblanib 1 million dollar olindi va biz har oy qilayotgan sotuvimiz IT kompaniyani startapni kapitalizatsiyasini oshirishga va har oylik sotuvi umumiydan gadovoyda hisoblasa yaxshi foyda olib kelishiga yordam beradi. Hozir endi boshqa klientlarimizdan yonidan keldik. Bular Nuriddin aka, kalkulyator, ya'ni buxgalterskiy firmaning asoschisi. Undan oldin akkauntligini o'zligi yuritishgan. Xuddi o'sha yerda boshida aytgan misolim, 1 yil davomida yig'ishgan, 10 nechidir mingta auditoriya yig'ishgan, lekin har oy sotuvlar qilishgan orqali kelib aytganman, yangi IT loyiha boshlashyapti va uni yangi akkauntda qilaylik. Aka, o'zingiz shaxsiy brendingizni ko'taraylik. O'sha orqali ertaga buxgalteriyani ham sota olamiz deb aytganman. Taxminan 3-oyga o'tdik o'zi ish boshlashga. 3-oy o'zida почти 15 mingtaga yaqin auditoriyalari bor va har oy o'zi sotuvlarni qo'shib oldilar va qolganini o'zlaridan feedbacklar eshitamiz. Nuriddin aka, 3 oydan beri hamkorlik qilyapmiz Nuriddin aka bilan. Qalay bo'lyapti rezultatlar? O'zingiz endi raqamlarda aytsangiz. Zo'r. Boshlaganimizda bunaqa natijaga tez erishamiz deb o'ylamagandik. Hozirgi kunda 15 mingtaga yaqin obunachimiz yig'dik. Eng qizig'i o'zimizga mos, o'zimiz yo'nalishimizga tegishli obunachilar. Zo'r. Sotuv tomonlar ham, xudo xolasa oxirgi oyda o'zi Nuriddin akada endi sotuvlarni yo'lga qo'yamiz. O'zi ikkita adashmasam sotildi o'zi buxgalteriyaga. Qo'shimchasiga endi bitta yangi proyekt boshlashyapti. Uni ham xudo xolasa sentyabrdan sotishni boshlaymiz ham. Da, xudo xolasa yangi proyektimiz ishga tushgandan keyin u bo'yicha sotuvlar boshlaymiz. Lekin shu kungacha aynan mana shu auditoriya bo'yicha sotuvlar qilmaganmiz. Faqat o'zimizni profilimiz bo'yicha savdo qilganmiz. Hozir aynan o'sha shaxsiy brend bo'yicha klientlar kelishni boshladi va hozir juda ham ko'p holatda переговордamiz. Hozir o'sha sotuvlar bor va keyingi sotuvlar uchun переговордamiz. Zo'r. Qanday o'zi protsess chiqib yoqyaptimi? Ani rozimisiz? Da, yaxshi. Sotuvda ancha shaxsiy brendni oddiy profildan ko'ra farqi bor ekan. Sababi aynan sizni shaxsiyatingiz, aynan sizni yo'nalishingiz va sizni qidirib kelishlari boshqacha emotsiya beradi. Boshqacha emotsiya beradi. Zo'r. Главное o'zi West protsessdan rozisiz 3 oy davomida to что bilasiz bozordan qimmatroq ishlaganmiz. Da, Xudoga shukr, hammasi okey. Главное siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Keyingi proyektlarimizdan bittasiga keldik. AI IT yo'nalishi bo'yicha Nuriddin aka, assalomu alaykum. Undan oldin bizdan oldin boshqa komanda bilan ishlaganlar. Muvaffaqiyatli mingta podpischik yig'ganlar. Hozir aytib beradilar qanaqa yig'ganlari haqida. Yil boshida shu qaror qilganman. Keyin shu bir ikkita tanish komandalar bilan ishladim. 1000 ta podpischik yig'dik. 2 oy davom etdi. Keyin tushundingiz to'shto. Ishladik Nosir bilan. Hozir ikkita syomkada biz mana 24 mingta podpischikga yaqinlashib qoldik. Juda yaxshi ketyapti. Rezultatlar shu o'ziga gapiryapti. Bemalol hamma narsani ishonib topshirsa bo'ladi. Men o'zim o'ylayotganim yo'q, to'g'risi. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Ha, hamma narsa chunki vaqtida ketyapti, vaqtida videolar chiqyapti, vaqtida natija ko'rinyapti. Biz masalan 3 oyda kutgan natijadan 2 oyda уже erishib qo'ydik. Bu overplan qilib qo'ydik. Overplan qilib qo'ydik. Endi xudo xolasa sotuvlarga. Bitta sotuv qoldi Nuriddin akada, chunki strategiyamiz bo'yicha hozir birinchi auditoriyani yig'ib oldik. Endi sotuvga lead generatsiya qilib bersak, xudo xolasa ancha yaxshi bo'ladi. Davollaymiz, главныйsi? Endi davollaymiz. Bo'ldi. Bunaqa har bitta klientlarning yoniga borishni biz bir kunda baribir syomka qila olmasdik. Shuning uchun ikkinchi kuni boshlandi va bugun eng kaprizni klientlarimizdan bittasi. Bu klientimiz bizga kerak bo'lsa birinchi oy ishlayotganning o'zida pulingizni aka qaytarib beringlar, ishlamaylik siz bilan degan odammiz. Masalan, normal oyga pul to'laydi. Lekin baribir shunaqa odamni ham bitta podxodni общийda topdik va
Xudo xolasa kelishib oldik. 1 yil davomida bizdan oldin boshqa komandalar bilan ishlaganlar va qolgan natijalarni o'zlari qisqacha aytib bersalar ham bo'ladi. Va bunaqa klientlar bo'lsa ham biz adaptatsiya qilishni как minimum o'rgandik. Ya'ni kaprizli klientlar bilan ham sotuvga shaxsiy brend uchun ishlash. Hozirgi kunda adashmasam 10 mingtaga yaqinlashib qoldi auditoriyalari va nasib hali ham ish davom etyapmiz. Yuringlar, o'zlaridan yana feedbacklar olib ko'ramiz. Sardor aka bilan ko'rishdik. Rahmat Sardor aka vaqt ajratganingiz uchun. O'zi nimaga bizdan tanlagansiz? Va bundan oldin kimdirlar bilan ishlab ko'rdingiz? Qanchadir period Instagram yurg'izib ko'rdingiz baribir? Shunaqa taxminan 1 yilga yaqin boshqa ko'plab SMM komandalar bilan ishlab ko'rdi. Gap ochig'i, hamma faqat baland parvoz gaplarni gapirsa, lekin natijaga kelganda biza kutgan natijani ola olmadik. Shundan keyin yana ham chuqurroq kirib izlandik. Shunda ko'plab tanishlarimiz Toshkentdagi eng, masalan, marketologlardan umuman shaxsiy brendni yurg'izib beradiganlardan top 3 tasidan bittasi shu sizni tavsiya qilishdi. Shundan keyin sizni solishtirib hamma bilan tanlashga qaror qildik. Mana 2 oydan beri ishlab kelyapmiz. Nimalar yoqyapti o'zingizdan? Qisqacha ochuvchasiga, yomon bo'lsa ham feedbacklar bersangiz ham bo'ladi. Xo'p, samimiy o'zimni xolis fikrimni aytaman. Birinchi plyuslaridan boshlaydigan bo'lsak, yaxshi komanda, umuman ish tizimlashtirilgan. Masalan, biz beradigan feedbacklarga vaqtida javob beriladi, reaksiya bildiriladi, sirasi to'g'rilanadi, xato kamchiliklar. Shu narsasi plyus, chunki boshqa komandalar bilan ishlaganimizda, masalan, biz bitta videorolik tayyorlangandan keyin feedback bersa, toki ular bizga обратный связь qilishguncha juda ko'p vaqt olardi. Keyin masalan, ikkinchi plyus sizlarda masalan montajyorlar bir nechta. Bu ham vaqt ekonom qilishiga, ishni sifatli, tizimli davom etish uchun katta hissasini qo'shadigan narsalardan. Masalan, oldingi joylarda bitta montajga pravka bersa, kunlab cho'zilib ketardi. Shu plyus tomonlari shu ish tizimlashtirilgan. Hammasi o'sha komandada yetarli o'sha professional mutaxassislar bor. Shu narsasi juda ham qulay. Strategiya hammasi faqat podpischika emas, imенно sotuvga, natijaga yo'naltirilgan, fokus qaratilgan. Zo'r. Xudo xolasa Sardor akadan ham endi lead generatsiyalarni boshladik. Nasib xudo xolasa yaqin bir oylarda sotuvlarni yo'lga qo'yamiz. Boshida aytdim, to'shto eng qiyin chiqishga bo'lgan proyektimiz Sardor aka bo'lganlar. Xudo xolasa hozirgi kunda menimcha aka-uka bo'lib, o'sha ancha moslashib oldik. Nasib buyog'iga hali do'g'rimiz tugamagan, 3 oylik do'g'r qilganmiz. Hozir o'zida resultatlar ko'z tegmasa yaxshi. Yaxshi ko'z tegmasa. Davolimisiz o'zingiz ham? Ya'ni vесь protsessdan? Albatta, hammasi biz xohlagandek, kutganimizdek davom etyapti. Zo'r. Sizga ham rahmat kattakon. Xo'p, salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj sizga ham. O'zi asosan bozorda ko'proq shaxsiy brendni prosmotrlarda, podpishklarda yoki videolar sonida o'lchashadi. Biz o'tirib o'ylaganmiz. O'zi mana shu produktni yo'lga qo'yishdan, mana shu xizmatni yo'lga qo'yishdan oldin bunday qaraganmiz. Bozorda kim to'plar bor? Ya'ni kimlar borki, kim nima ishlar qilyapti? Bo'l. Ko'rganmiz, ular nima ish qilayotganini, o'shandan keyin bizda bitta xulosa kelgan. Ya'ni hamma bozorda prosmotr, podpishka o'ynayotgan bir paytda tadbirkorlarga o'zi asosan nima kerak? Masalan, Sardor aka ham nechdir mingta furo olib kirishadi oyiga va har bitta ko'rsatayotgan klient katta объемli klientlar. Ya'ni ularning tak vaqti yo'q o'zi syomka qilishga, podpishka, prosmotrga, lekin ular Instagramdan yurg'ishdan asosiy bitta dona maqsadi bor. Bu sotuv. Ya'ni bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Yana qo'shimcha объемini ko'paytirish, yana bitta sotuv qilish va yana o'zi shu ustida ishlash. O'shaning uchun biz har doim beradigan taklif eng minimal 3 oylik bo'ladi va 3 oy ichida biz asosan baribir ikkita strategiyada ishlaymiz. Birinchisi yuzini tanitamiz. To'g'ri, qanchadir miqdor prosmotr qilamiz, auditoriya yig'amiz, boshqa narsa qilamiz. Auditoriya yig'a olmaymiz degani emas. Ya'ni biz 100 mingtalab vaqtida 50 mingtalab, 60 mingtalab yig'ganmiz va hozir ham stabilniy oyga 10 mingtalab yig'ib boramiz. Sardor akadan ham почти 10 mingta bo'lib qoldi. Bizni bitta strategiyamiz, ya'ni brendni tanitib olish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi strategiyamiz bizda sotuvga yo'naltirish. Ya'ni Sardor akada ham 2 oy ishladik. Yaqinda o'sha voronkalarimizni ishga tushirdik, o'sha orqali lead kelishni boshlayapti. Ya'ni o'sha orqali zaявkalar kelyapti, o'sha orqali logistika sotib olaman deydigan odamlar o'sha murojaat qilishni boshlayapti. Ya'ni bu yerda maqsad shunda ikkita dona strategiyadan iborat. Biz bilan ishlaydigan klientlar asosan oladigan narsasi ham brend taniladi, asosiy показатель leadlari keladi. Sifatli leadlari kelgani uchun sotuvlari oshadi. O'shaning uchun ham ko'p holatda bizdan tanlashadi. Undan tashqari, yana ikkita klientimizning yoniga borishimiz kerak edi. Iskandar aka ozgina muammolari chiqib qolibdi. Ular malika yo'nalishi bo'yicha 40 mingtaga yaqin auditoriyalari bor va har hafta 5-10 ming dollar nasiyaga o'sha iPhone, shunga o'xshagan bu iPhonelarni chiqaramiz. Faqatgina Instagram orqali. Ko'chada o'sha oborotlari katta, ya'ni bu oyiga taxminan 40 ming 50 ming dollar nasiyaga chiqib ketadi degani. Yig'ishtirib olish endi, конечно, ularning anaqasi, ularning zadachasi, ularning muammosi. Biz u yog'ini bilmaymiz. Necha foiz yig'ishtirishyapti, necha foiz nima qilyapti, lekin realni qarzi yo'q,
ishonsa bo'ladigan odamlarga iPhone narsaga chiqarishyapti va undan tashqari bitta klientimiz bor, Layla opa, bu psixolog. 50 mingtaga yaqinlashdi auditoriyalar adashmasam va umumiy hisobda hozir kurslarni sotyaptilar, konsultatsiyalari bor, 1,5 ming dollardan hammasi Instagram orqali ketyapti va ular ham 3 oylik do'g'urimiz tugadi va keyingi yil oxirigacha do'g'ur tuzdilar. Hozir ko'rsagan klientim ham hammasi o'zi bo'ldi, Nosir, sen o'ylamagin, biz sen bilan o'zi yil oxirigacha ishlaymiz degan kelishuv asosida ishlayapmiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, yana boya aytgandek maqsad hammasi sotuvga taqalgan. Agar siz ham nimadir yo'nalishda mutaxassis bo'lsangiz, qimmat produkt sotsangiz yoki har xil yo'nalishda bo'lsangiz, xos sanagan har bitta yo'nalishni men oldin ishlab ko'rmaganman va biz ishlatadigan strategiyani har bittasiga moslashtirganmiz. Bu любойda tabiiy holatda ko'rayotgan bo'lsangiz rezultati bo'lgan. Rezultati bo'lmagan proyektlaring bormi desangiz, pokanimeri yo'q. Pokanimeri yo'q. Kelishuvimizni oldindan to'xtatib pul to'lamagan klientlar bor. Ularni biz shartnomani ular tomonidan buzdi deb hisoblaymiz va unaqa klientlarni biz rezultatini qilib bera olmadik degan kelishuvda to'xtamaganmiz. Chunki nimaga 3 oylik kelishuv qilsak, 1 oyda buzganlar bor, keyingi oyini to'lamaganlar bor, unaqa qilib, tabiiyki vaqtimiz yetmagan, nimadir natijagacha olib chiqishga. Overallda agar siz ham любой bitta nishida bo'ladigan bo'lsangiz, rostdan qimmat chekda sotuvga ishlayman, sotuv qilib berishga yordam beradigan odamlar bilan ishlayman desangiz, bizni hamkorlikni taklif qilamiz. Ya'ni bizda hozir klientimiz yetarlicha va yana bo'sh joylar bo'lishi tabiiy. Ya'ni qaysidir klientimiz bilan kelisha olmay qolishimiz mumkin va o'shani strixovkasini olgan holatda umumiyda yana bitta ikkita klient olish imkoniyatimiz yetadi. Xo'p, biz bilan minimalniy ishlash chek narxi 5 ming dollardan oyga boshlanadi. Hamma ko'rsatgan klientlarimiz oyga 5 ming dollardan to'laydi, eng kamida 7 minglik klientlarimiz ham bor, который oyga to'laydigan va 10 mingliklar ham bor. Ya'ni bu nimadan kelib chiqadi desanglar, bitta o'tirib choy ustida gaplashsak, biza nima bera olamiz, biza qanchalik sizni proyektingiz ko'zimiz yetadi, чтобы lead generatsiya qilib berib, o'zimizni varonka orqali tayyor sotmoqchi bo'lgan odamlarni olib kelib berishga va shu orqali biz sizga qanchadir narx belgilaymiz va qanchadir o'zi ishlash tartibini aytsak bo'ladi. Uning uchun pastda biz alohida sayt qoldiramiz. Saytga kirib, ma'lumotlaringizni to'ldirib, oxirida Telegramim chiqadi. Yozsangiz bo'ldi, ayting, любой payt aka yoki opa bo'lsangiz, любой paytda o'tiramiz, choy ustida ko'rishib, gaplashib, men o'zim sizlarni mehmon qilaman. O'tirib gaplashib, yo'nalishingiz bo'yicha nimalar qilsak bo'ladi, nimalarni o'zgartirsak bo'ladi, hammasini ko'rib chiqsak bo'ladi. Bugungi videoda harakat qildim maksimalni ochib berishga, maksimalni yoritib berishga, maksimalni hamma narsani shaffof ko'rsatishga. Hech kimni aldamadi, hech qaysi klientga даже operator borlar biladi. Xohlasangiz yomonlang, xohlasangiz yaxshilang, ya'ni borini ayting dedi. Hamma klientlar naborat ijobiy anaqa fikrlarni bildirdi. Men o'zim ham bu narsadan alohida xursandman va o'zim ham mana shunaqa produkt qilib turib, mana shunaqa narsa qilayotganimizdan juda ham xursandmanki, ya'ni xafa joyim yo'q yoki kimnidir ishini chala qilib bera olamiz degan hissiyot ham o'tmaydi. O'shaning uchun ham mazza qilib ishlayman. O'shaning uchun ham o'zimning Instagramda 112 mingta auditoriyam bor va o'sha orqali ham YouTube'im orqali ham men ham o'zim xuddi shu strategiya bilan klient olaman, agentствоga o'quvchilar olaman va mana shu metodda ishlab boraman. O'shaning uchun bitta choy ustida o'tirib, aka-uka bo'lib yoki opa-uka bo'lib gaplashamiz desanglar, pastda o'sha sayt qoldiraman, kirib to'ldirsanglar, xudo xolasa to'liq ma'lumot beramiz. YouTube'imga baribir obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yog'iga foydasi tegadimi, tegmaydimi, yaxshi ma'lumotlar bilan bo'lishishni boshlaymiz.